Tasavvur qiling, siz Shimoliy Koreya fuqarosisiz. Broker sizni janubga ketayotgan avtobusga chiqaradi. 16 soat davomida faqat yashirincha olib kirilgan filmlarda ko'rgan shaharlaringizdan o'tasiz. Laos chegarasida piyoda yurishga majbur bo'lasiz. 2 kun changalzor ichida yurasiz. Ovqat yo'q, suv juda ham kam. Oyoqlaringiz qavarib, qonab ketadi. Sujin isitmada yonmoqda, lekin to'xtay olmaysiz. Harakatda bo'l yoki o'lasan, deydi broker. Bu gap shafqatsizlik emas, bu shunchaki haqiqat edi. Siz Mekong daryosidan suv sizib kirayotgan qayiqda o'tasiz. Suv to'piqlaringiz atrofida yig'ilib borardi. Tailand tomonga yetganingizda esa o'zingizni politsiyaga topshirasiz. Ular sizni hibsga oladi. Noqonuniy muhojir. Sizni Bangkokdagi hibsxonaga tashlashadi. Beton kameralar odamlar bilan tiqilinch, issiq esa shunchalik kuchliki, go'yo uni tatib ko'rish mumkindek. Ammo siz tiriksiz va birinchi marta hech kim sizni devordagi portretga ta'zim qilishga majburlamayapti. O'sha kamerada 4 hafta o'tirasiz. Sujinning isitmasi 5-kun tushadi. U boshini ushlab, biz uddaladik deydi. Ammo siz uni to'g'rilamaysiz, chunki hali uddalaganingiz yo'q. Seulga yetib bormaguncha, samolyot eshigi ortingizdan yopilmaguncha. Elchixona xodimi sizga achinish bilan qaraydi. Siz uyga ketyapsiz, deydi u. Siz deyarli kulib yuborasiz. Uy? Sizda hech qachon uy bo'lmagan. Faqat devorda portret osilgan qamoqxona bo'lgan. Samolyot Seulga qo'nadi. Binolar osmonga qadalgandek baland. Odamlar tez yuradi. Har birining qo'lida telefon va hech qachon o'chmaydigan chiroqlar. Avval xonavon boshlanadi. 3 oy davomida qayta moslashish markazida bo'lasiz. Ajratib qo'yishadi, savollar berishadi va o'qitishadi. Ular sizga erkinlikda qanday yashashni o'rgatishadi. Bankomatdan foydalanish, ishga ariza topshirish, kimdir eshitmayaptimi deb tekshirmasdan gapirish. Ular dahshatli tushlaringiz uchun terapiya berishadi. Sizga prezident tanqid qilish odamni g'oyib qilmasligini o'rgatishadi. Kasbingizni, do'stlaringizni, kelajagingizni o'zingiz tanlashingiz mumkinligini tushuntirishadi. Bu ertakka o'xshaydi. Markazni tugatganingizdan keyin esa sizga kichkina kvartira berishadi. Unda oqadigan suv, ishlaydigan elektr bor, muzlatkich ham bor. Birinchi kuni muzlatkichni 10 marta ochib yopasiz. Faqat bularning hammasi haqiqiy ekanini isbotlash uchun. Birinchi marta oziq-ovqat do'koniga kirganingizda ichingiz sinib ketadi. Qator-qator ovqatlar, ustara, yo'laklar. 50 xil guruch, 100 xil tez tayyorlanadigan lapsha. Siz u yerda titrab turasiz, tanlay olmaysiz. Tanlov juda ham ko'p. Bir ayol sizdan yaxshimisiz deb so'raydi. Siz javob bera olmaysiz, hech narsa sotib olmasdan chiqib ketasiz. Davomi keyingi qismda. Sirli arxivni kuzatib boring.